Hammaga salom do'stlar, yangi videoda ko'rishib turganimdan xursandman. Marvel kino olamidagi eng bahaybat va kuchli yovuzlardan biri Surtur bugun Marvelning hamda DCning eng kuchli desam xato bo'lar, lekin eng mashhur yovuzlarga qarshi kurash olib boradi. Video boshlashidan oldin kanalni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, kanalga obuna bo'ling. Agarda juda xohlasangiz ushbu karta raqamlariga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. Demak, boshladik. Avvalo DC kino olamidan boshlasak, Surtur Dalaborsiga qarshi. Dalaborsi Adolat Ligasi filmida amazonkaliklarga, atlantlarga va Adolat Ligasiga qarshi yuqori natijani ko'rsatdi. Suv osti atlantlarni yenga oldi. Supermenni qayta tiriltirgunga qadar Adolat Ligasi a'zolarini yosh boladek o'yinchoq qildi, lekin bu Surturga qarshi kurashish uchun yetarlimi? Menimcha yo'q. Sababi Surtur ancha yirik personaj. To'g'ri, agar Surtur Ragnarok boshidagi kabi kuchsiz holda bo'lsa, Dalaborsi uni yenga olishi mumkin, ammo shunda ham mumkin. Chunki shu holatda ham Surtur juda katta olov energiyasi bor. Balki bu energiya Dalaborsining boltasini balki eritib yubora olar. Sababi ba'zi teoriyalarga ko'ra, Ragnarok boshida Surtur olovi Thorning Mjolnirni shikastlay olgan va shu sabab ham Hela Mjolnirni bemalol sindira olgan. Lekin men bunga ishonmayman. Aqliy tomondan olib qarasak ham Surturning yoshi aniq emas, lekin shu bilan birga Dalaborsining yoshi ham aniq ko'rsatilmagan. Ming yoshdan baland deyiladi, ammo bir narsa aniq, Surtur Thorning otasining otasini va hattoki uning otasini ham, xullas barcha Asgard qirollaridan oldin ham mavjud bo'lgan va hatto Asgard paydo bo'lishidan oldin ham Surtur mavjud bo'lgan. Shu tomondan u Dalaborsidan ancha yoshi katta personaj, ammo faqat Ragnarok uchun mavjud bo'lgan Surtur. Dalaborsi esa Apokalips qo'mondoni. Dalaborsi hatto Darkseiddan ham yoshi katta personaj. Ko'plab sayyoralarni bosib olgan va juda ko'p tajriba orttirgan. Ularning eng pik formasida taqqoslasak, Dalaborsi shubhasiz yengiladi, ammo meni aynan shu sahna e'tiborimni tortdi. Dalaborsini jismonan Hulkdan kuchli deb o'ylayman. Hulk bir sakrashda Surturni ag'anatishiga oz qoldi, ammo Surtur peshonasidan xuddi pashshadek Hulkni olib uloqtirib yubordi. Dalaborsi ancha aqlli va strateg. U Surturni yo'q qilish uchun har qanday hiylani o'ylab topa oladi, ammo baribir Surturni yenga olmasa kerak. Sababi Surtur ancha katta va kuchli personaj. Qanchalik aqlli bo'lmasin, Surturning energiyasi Dalaborsining energiyasidan kuchliroq va menimcha Surtur bu jangda Dalaborsiga imkon qoldirmaydi. Keyingi bahs Surtur va Doomsday o'rtasida bo'ladi. Kuch borasida menimcha Doomsday va Surtur teng kelishadi. Sababi Batman Supermenga qarshi filmida Superman Batman g'aroyib ayolga qarshi hech qanday qiyinchiliklarsiz jang ko'rsatgan. E'tiborli jihati, Doomsday bu paytda endigina tug'ilgan edi. U har qanday energiyani o'ziga yuta oladi va kuch darajasi oshaveradi. Shu bilan birga u ulg'aygan sari deyarli har soatda uning bo'yi o'saveradi. To'g'ri, bu Surturga yetadi degani emas, sababi Surtur o'zi aytgandek, When my crown is reunited with the eternal flame, I shall be restored to my full might. I will tower over the mountains and bury my sword deep in Asgard. Ha, u tog'lardan ham baland. Doomsday esa maksimal borsa 15-20 metr, balki ozgina balandroq bo'lar, lekin tog'dek keladigan Surtur boshqa masala. Shu joyda Doomsdayni to'liq yerga urish niyatim yo'q. Chunki Surturning energiyasi katta ehtimol bilan Doomsdayni o'ldira olmaydi. To'g'ri, shikastlashi mumkin, lekin bu Doomsdayni to'liq yo'q qila olmaydi. Doomsdayning energiyasi ham Surturni yo'q qila olmaydi, lekin yetarlicha zarar yetkaza oladi. Hulk Surturni muvozanatdan chiqara oldimi? Demak, Doomsday uni bemalol yerga ag'anata oladi. Kommentlarda Asgard yo'q bo'lmaguncha Surtur ham yo'q bo'lmaydi deyishga shoshilmang, sababi battle Asgard va Doomsday o'rtasida emas, Surtur va Doomsday o'rtasida. Qobiliyatlar borasida olib qarasak ham Doomsday ancha ustunlikka ega. Doomsday har qanday kuch energiyasiga moslasha oladi va uni o'ziga olib qarshi immunitet hosil qiladi. Chidamlilik borasida ham Doomsdayning qo'li yuqori ko'tariladi, sababi Doomsdayning adaptatsiyasi, ya'ni moslashishi Surturdan anchagina kuchli.
Qisqa kommentga javob beraman. Qanday qilib Surturni yengadi degan savol bo'lsa, Doomsdayning kuchi juda yuqori bo'lgani sabab Surturning tojini yulib olishi mumkin va menimcha bu batlda Doomsday shunday qilib Surturni yenga oladi. Endi esa navbat DC kino olamidagi eng kuchli yovuz Darkseidga yetib keldi. Kuch borasida ko'pchilik Surtur ustun deb o'ylashi mumkin, sababi u Thor Ragnarokda butun Asgardni yo'q qilgan. Ha, bu juda katta natija, lekin Darkseidni past baholash ham katta xato bo'ladi. U Zack Snyderning Adolat ligasi filmida ko'rsatilgandek butun sayyoralarni egallagan va qadimda yerga qarshi chiqqan. Eng muhim joyi, Darkseid oddiy kuch emas, uning omega nurlari ham bor. Bu nurlar oddiy lazer emas. Ular nishonni ta'qib qiladi va deyarli qochib bo'lmaydi. Bu degani Surtur qanchalik katta bo'lmasdan Darkseid unga zarba bera oladi. Hajm borasida albatta Surtur ustun. U tog'dek keladigan gigant, Darkseid esa odamdan ozgina kattaroq, lekin bu jangda hajm hamma narsani ham hal qilavermaydi. Sababi Darkseid kuchidan tashqari strategiya va tajribaga ham ega. U minglab urushlarda qatnashgan va juda aqlli strateg va shu bilan birga kuchli personaj ham hisoblanadi. Chidamlilik tarafdan qarasak, Surtur juda katta zarbalarga bardosh beradi, lekin Darkseid ham oddiy personaj emas, u ko'p marta o'lim darajasidagi hujumlardan keyin ham qayta olgan. To'g'ri, Darkseid Thorning Mjolnirdan qayta zarba yemagan, lekin yomon deb ham bo'lmaydi, ya'ni bu yerda farq unchalik ham katta emas. Qobiliyatlar bo'yicha esa Darkseid ancha ustun. Omega nurlari, teleportatsiya ya'ni boom turbo orqali, yuqori darajadagi intellekt. Surturda esa ko'proq olov, katta tanadagi kuch, halokatli zarbalar. Qisqa qilib aytganda, Surtur bu katta kuch va gigant tana, Darkseid esa kuch ham, aql ham, strategiya ham mavjud. Endi savol, qanday qilib Darkseid yuta oladi? Javob oddiy, u masofadan turib omega nurlari bilan Surturga zarba beradi va uni asta-sekin yo'q qiladi. Bu yerda jangga kirishish shart emas. Demak, g'olib Darkseid. DC kino olamida raqiblar o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbat Marvelga. Thanos va Surtur. Bu yerda muhim bir narsani oldindan aytib o'taman. Thanos cheksizlik toshlarsiz hisoblaymiz, ya'ni u oddiy holatdagi kuchi bilan jang qiladi. Kuch borasida Surtur yaqqol ustunlikka ega. Thanos hech qanday faktor bilan unga tenglasha olmaydi, ammo strategiya va tajriba borasida Thanos Surturga nisbatan ancha ustun. Thanos ko'plab janglarda tajriba orttirgan, ammo bu tajribaning o'zi Surturning oldiga kelganda o'z foydalilik koeffitsiyentini yo'qotadi. Surturga qarshi chiqish uchun Thanosda eng kamida qo'shin bo'lishi kerak. Shunda ham Surturning olovida ular jizg'anak bo'lishi aniq. Chidamlilik borasida to'g'ri, Surtur ham Mjolnir zarbalariga bir necha marotaba dosh bergan, ammo Qasoskorlar final filmida Thanos ham Mjolnir zarbasini tatib ko'rgan. Ammo Wanda Surturni Thanosdek siqib ololmaydi. Lekin Thanos o'sha paytda deyarli yengilgan edi. Shu sabab ham bu yerda ko'p gapirishning keragi yo'q. Thanos aqlli, strateg, balki kuchli ham bo'lishi mumkin, ammo Surturning oldiga bular kelganda bir tiyinga qimmat bo'lib qoladi. Dormammu va Surtur uzoq taqqoslash shart ham bo'lmasa kerak, lekin baribir bir nechta faktlarni keltiraman. Surtur gigant, chidamli olov energiyasi bilan zarba bera oladi va butun boshli Asgardni yo'q qilgan, ammo Dormammuga buni qizig'i yo'q. Dormammu istalgan o'lchamga kattalasha oladi va sayyoralar bilan oziqlanadi. Meni fikrimcha, cheksizlik toshlari ham Dormammuga qiyinchilik tug'dirmaydi. Faqatgina vaqt toshi bilan ozgina muammo bo'lishi mumkin. Shunda ham aqlli inson uni ishlatsagina. Dormammu Surturdan yuzlab baravar kattalasha oladi va shunchaki uni yutib yuborishi mumkin. Qiziq jihati shundaki, Surtur olov energiyasi bilan zarba berganda ham Dormammuga ta'sir qilmaydi. Negaki unda ta'sir qiladigan va zarbani qabul qiladigan tananing o'zi yo'q. Tana bor, ammo unda hech qaysi energiya bilan zarba berib bo'lmaydi. Shunday ekan, bu bahs uzoq cho'zilishi shart emas. Menimcha, hamma bu bahsning natijasini yaxshi biladi. Va nihoyat men eng intiqib kutgan nuqtaga yetib keldik. Hela va Surtur bu ikkalasi filmda to'qnashgan va Hela yutqazgan deyishga shoshilmang. Bir qancha fikrlarimni aytib o'taman. Bu sahnada Surtur paydo bo'lgan payt Hela g'azabdan qattiq baqiradi, ammo Surturdan qo'rqqani uchun emas, balki asgardliklarni yo'q qilish uchun Surtur xalal berayotgan edi. Surtur qanchalik ulkan bo'lmasin, bu sahnada Hela unga qanchadan qancha nayzalar bilan zarba bera oldi va bu ishni istalgancha qilishi mumkin edi. Hela va Surturni Asgard hududida Asgardni yo'q qilmasdan jang qilishga rozi qila olsak, Hela katta ehtimol bilan yutadi. Sababi Helaning nayzalari Surturni shikastlayotgan edi va Hela yetarlicha Surturga nisbatan tezkor edi. Thor Helani yenga olmasligini bilib, Surturni ozod qilish kerakligini aytganda va Surturni ozod qilib, u seni yenga oladi deganda, Surtur jismonan Helani yenga olishini aytmagandi, balki Surtur Asgardni yo'q qila olishini aytgan edi va aynan shu bilan birga Hela ham yo'q bo'lar edi.
Yakkama-yakka kurashda Xeyla Surturning olov energiyasiga qarshi chiqa oladi, sababi u mangu olov bilan o'ynashib ko'rdi. To'g'ri, bu olov Surturning energiyasichalik kuchli emas, lekin unga yetarlicha qobiliyatlar ham bor. U o'z tanasidan istalgancha qurollar chiqara oladi va shu bilan birga o'zini himoya ham qila oladi. Agar Asgarddagi jang yana bir necha daqiqa davom etganda, Xeyla Surturni yenga olar edi. Xeyla haqida kanalda alohida video ham qilganman, Faton.uz kanali bilan. Bemalol kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Xeyla va Surtur o'rtasidagi bahsga shaxsan meni fikrimcha Xeyla g'alaba qozonadi. Bugungi video va mening shaxsiy fikrlarim shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda kutaman. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.